chaynamay bütün yutmak. Muşundaq çağdımı seğiz çaynamsan? Hazır degen seğiz çaynaş moda tursa. Esta, seğizni yutup aldım. Kendimde turup qağılı taslı qaldı. Seğizni oğlap çaynayanmay, texi moda dep ketkinini, ilanı çonqur düşünüşke intilmaydı ikensen. Derste arkada qağının bekar emasken, xuddi chilanı bütün yutkandakla iş qıldın. Men chilanni emas, balki seğizni yutup aldım. Bilaman. Hay, yana bir muncha vaqtimni sarf qilib, sana chilanni bütün yutmak degan hikoyani so'zlab bermasam bo'lmog'idek. Bilemsizlar, neşpit ise tishqi foydali. Tish sog'lom bo'lsa, tomoqni huzurlanib yegili bo'ladi. Ammo neşpitni ko'p yevasa, tolg'i ziyonli. Bildinglarmi? Men Namurat, neşpit setib olg'idek pulim yo'q. Yemisamli bo'ladi-ku. Maash tarqatmag'ili necha oy bo'lib ketdi. Neşpitni menmi setib olamog'idekman. Tükürükümni yutib o'ltirmoqdan boshqa chora yo'q. Neşpit tolg'i ziyonliq bo'lgandan keyin chiloy yesak bo'ladi. Muvofiq miqdorda chiloy yeb bersa, tolning xizmatini yaxshilaydi. Ammo ko'p yevasa, tishqi ziyonli. Odam bo'lmoq nima degan tas? Neşpit tolg'i ziyonliq bo'lsa, chilon tishqi ziyonliq bo'lsa, qandoq gap bu? Qaraganda yemek-ichmakka diqqat qilmasak bo'lmog'idek. Shundala salomatligimizni qo'llaydi ekanmiz. Mena bir amalim bor. Neşpit yeganda chaynab bo'lgandan keyin yutib etmay, tükürversakla ziynadan saqlanib bo'ladi. Chilan yeganda chaynamayli yutib etsa, chiqib bo'lgan ziynadan saqlanib bo'ladi emasmi? Biroq kunda mushundaq chilanni tutulib yutaversam, u chaqda kelib turib qolsa, qandoq qilaman? Tapdim. Doktorxonaga borsammi bo'lmadimi? Biz har qanday gapni qilishdan avval cho'qim o'ylanib qilishimiz kerak. O'ylamayli gap qilsak, u chaqda kulkiga qolamiz. Yigit, o'zingni uncha aqlli chog'lama. Kichik do'stlar, yuqorqi ko'rinishni o'zinglarmi ko'rib o'tinglar. Bu idiomni amaliy turmushimizga tatbiqlasak, faqatla maskanmaydi. Navoda o'rgangan bilimlarni amaliyotga tatbiqlab, tahlil yurgizib, cho'nqur tushunmasak, hech qanday amaliy natijaga erishamaymiz.